biz ham xuddi assimilyatsiyaga uchrab Sharqiy Turkiston haqlarini singari yo'q bo'lib ketishimiz mumkin. Bu juda yomon xavfli. Xitoylar shu sezilmaydi, magazin quradi, oshxona quradi, choyxona quradi, xalqni pul bilan ta'minlaydi, ozgina rahbar, yakka hokim, xalq bilan ishi yo'q, xalq bilan murosa qilmaydi. O'zini fikrini yakka hokim bo'lgandan keyin aytyapmiz, bu Yevropa davlatlari ham shunga o'rganib qoldimi bilmaymiz. Birgina Mirziyoyev o'zi bilan oilasi bilan suhbat qurib, xohlagan narsani olib ketaveradi. Xohlagan narsaga imzo qo'yaveradi. Buni xalqni talabi, xalqni bir nima deydi, kelishuv bilan hech qanaqangi bir nima qilmaydi. Agar biz xalq bo'lib, millat bo'lib, bir siyosiy partiyaga birlashib, siyosiy partiya tuzib, partiyaga birlashib, agar shu narsalarda bitta minbarda turib gapirmasak, bu narsani hamma yakka tartibda gapirgan bilan tazyiqqa uchraydi, qamaladi, yo'q bo'ladi. Gaz muammosini gapirganlar nima bo'lyapti? Ekologiya masalasini gapirganlar nima bo'lyapti? Hammasini alohida tazyiqqa uchrab ketaveradi. Bu narsalar albatta birgina siyosiy partiyaga birlashish bilan bo'ladi.